O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin. O'tgan asrning ikkinchi yarmida o'zbek adabiyotida O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin romani tug'ildi. Asar real voqealarga asoslanib yozilgandek o'ziga jalb etadi. Asarda ota-onaga hurmat, qadr-qimmat, odamiylik tuyg'ulari, yosh qalbning tuyg'ulari, o'zbeklarning sodda va mehribonligi, o'spirin bolalarning orzulari va shunga o'xshash voqealar ibrat qilib yoritib berilgan. Unda o'zbek ayolni yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, faqat qora mehnatda o'tadigan qo'llardan har doim benzin isi salqib turadigan Obid aka, o'zining jonkuyar mehnati uchun qahramon unvonini olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka, maktabda yaxshi xulqi va a'lo baholari bilan o'qib kelayotgan Abdulla va qishloqning aqlli qizi Gulchehraning hayoti haqida hikoya qilingan. Asar qahramonlari Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlardir. Ularning har biri o'z maqsadi, o'z rejalari bor. Lekin bu qahramonlarning bir-biridan farqi ana shu maqsadlardagi qanday erishishlaridadir. Abdulla yaxshi, o'qimishli va ziyoli oilaning yakkayu va yolg'iz farzandi. Maktabda a'lo baholarga o'qib, oltin medal bilan yakunlaydi. U yaxshi tarbiya olgan, doimo yaxshi o'qishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga intilgan. Lekin bu intilish keyinchalik boshqa yo'nalishga o'zgarib ketadi. Maqsadlar, rejalar o'sha, ammo maqsadga erishish yo'li o'zgaradi. Abdulla otasiga o'xshashni xohlamaydi. Shohona hayotni, yaxshi mansablarini istaydi. Bu yo'lda bir qizning hayotini barbod qiladi. Gulchehra oddiy qishloq qizi, chiroyli, aqlli qiz. U ham maktabni yakunlaydi. Ko'pchilik qatori shaharga ketmasdan qishloqda qolib, uni obodonlashtirishni, qayta qurishni orzu qiladi. Lekin bor sevib qoladi. Balki bu sevgi ham emasdir. Axir hech kimga ko'ngil qo'ymagan, yaxshi yomonni farqiga bormaydigan qiz edi. Abdulla va Gulchehraning sevgisi yoshlikdagi oddiy havas deb tushunish mumkin. Ikkisi ham bu hisni ilk bor tuyishadi va ilk bor dunyoda shunday tuyg'ular borligini bilishadi.